Ticaret meselesinde hem de adreslilik abay tilgaylıp kalla. Hem de nurgulluğun kategoriya kiriş mümkün. Qaysı xil hareketler mesela Xitayninki şu tecavüzçülerimiz Xitayga yardım beriş kategorisi. Bir vatanın işçiliklerini ahırda paranlasak, bir erkin dünyada sen. Meyli nerede olsan, Kırgızistan'da ol, Kazakstan'da ol, ya ki Türkiye'de ol, nerede olsan. Erkin dünyada turup, mesela birisininki ticaret meselesi de ben iqtisadi pulni müşahidini tapmasam bo'lmaydi deb bo'lsin senga ashunda Xitoy bilan bir septim maydonda turadigan ahvolni hech qanday bir ish bo'lmagandek qila olishi qanchalik to'g'ri bo'lishniki. Hatto bu masalaga men kallamga shu narsami keldi. Biz ilgirimi butun dunyoga da'vatimiz boyqut qilinglar, Xitoy mollarini boyqut qilinglar deb. Nurg'un davlatlar, kuch davlatlardir Xitoyning bizning vatandan chiqqanda paxtini ishlatgan bo'lsa qabul qilmaymiz deb qonunlarni chiqarib qilyotdi. Bütün İslam dünyasını nida qilyapmiz. Bu Türkiye'de insonni echindirdi hamda. Yeni şu telefon bo'lsin, Xitoyning telefonlarini ishlatayotgan, dunyoda cheklangan shu telefonlarni, Xitoyning telefonlarini setayotgan va boshqa Xitoyning mahsulotlarini akab setayotgan insonlar va bizning jumlamizdan. Qarasangiz bu insonni echindirmay hamda sen Xitoynikini ishlatmasang yashayolmaysan, satmasang yashayolmaysan, uylanmaysan hamda. Başkasına kıl, yol yok mu? Allah'ın zemini kenarımız. Mesela Kırgızistan'dakiler mesela uyar ticaret kılmız, başka ticaret kılamam da. Yani bunu kandaksiki ticaret meselesi, ben Sudan'ı yürgüzüttüm diyen bahane Allah'ın dergahıyla kanşı kabul kılına bu. Üzünün vicdanı kanşı kabul kılına bunu. Bu meselede bir şey kategoriye gelmesin. Tabii halde hazırlıkı Xitay bilen hemkarlaşış tabii halde yukarıda sildirip ötkendek. Meyli bu Türkiye'deki jığıllarda olsun, meyli Kırgızistan'daki o faaliyet olsun, meyli Avrupa Fransa'da boldu o iş, Finlandiya'da boldu, ya Amerika'da ötkendi bir iş olaptı mesela. Aşında işler bulup duruyorlar. Yani aşkar bugünkü günde Xitay'ını aklaş için akbarat vasıtı çıkıp, ya ki bir yerde namaş kılıp, ya Xitay'ın bayrağını götürüp yürüyüş, muşolunun hemmisi tabii halde şu Xitay'a yardım berişemdi bu. Xitay tarafı turğanlıqni, Xitayga yardım bergenlikni ifadaleydigan qılıqlar. Bu yerdan biz uqmaydigan nurgun işli var. Xoş. Bu uqmaydigan işlerin qatarıdan tabii halda şular casusluk qilish. Chet eldeki her qaysı rayonlardaki Uygurlarninki hareketleri, işleri qilayotgan, menayotgan yollari bulardan xabar berip turish. Aşularga yetkizish. Üzünün her qaysı jutildan telefon qildi ekan bu guylar. Her qaysı jutdan telefon qilib, palani nerede hazır uç bot deb aynan so'raydigan ishni qildi ekan masalan. Her qaysı jutninki o'zi madam bilan biz dishalaymiz deb menda qaragan adamliga. Ashunda telefon qilib, shular bilan qaysi bir shaklda bo'lsin, hamkorlashayotgan, shularga o'zining xalqining, o'zining qarindoshlarininki xabarlarini bulayotgan, ishini yetkazayotgan, bu shularning hammasi shu Aşu Xitay bilen hemkarlaşkanlık qatağa kirdi hamdi. Bunun hem de öz halkı qançılak zihni bolsun ma chet eldemde. Vatanның özde çokum onu acayip egir ziyanları boldu tarixta. Lekin chet elde ziyan uçarış ahvali vatandakidek emas. Lekin aşında bolsumu yanı müşahede aşunun hemkarlaşkanlıkның özü çoğun cinayet hem bu. Egir günah. Anın ticaret meseleleri hem de biz İslam dünyasıgımı jıq bu vaqtda xitaplarını qıldık nurgun ahlilimlerim davatıda. Ahlilimlerden hatta muş ixtisas sunash alamıldan hem de Xitayning uşaq tüşek mallarını bunu boykot qilish yaman qiyin bugungi kunda. Mesela muş insanlar gündelik hayatida ehtiyojli bo'lgan har xil nasl var hamda. Xoş. Bu naslni boykot qilish baq qiyin bo'lib ketdi. Xitayning mallari İslam dünyasını besib ketdi. Hem onun texa nurgun uşaq tüşek naslinki bedeli yok yani onun ornu turduğan ya o devlette işleyen nesi yok ya ki başka yapon uyanmayan ekegen nesi tek yok neymişka bahas kıymet oğaçkan. Aş Xitayning nesisi gilam. İnsanlar ihtiyaçlı kopkagan nurgun taraflar bah uşak şek nesilde. Bularda tamam nurga adamın amali yok. Bunu setuvanmay. Digen takdirdi mu? Mesela kompüter, maşina, telefon ve muşunun dek, mesela televizor, uçi, buçi deyle, mesela çoğun nesle. Hem Xitay iqtisadiga mu alahida jiq mablag'ninki kirishiga sababchi bo'lgan
Hem onunki texim onundan yaxşı bolgan, süpti yaxşı bolgan, bahası bir az qimmat bolsa-mı, chet el mallari bor. Telefonning har xillari bor, mashinaning har xillari bor, televizor masalan, mabinasilninki har xillari bor, kompyuterning har xillari bor. Unda bolgandan keyin mushu onunki o'rnida boshqa mallari bolgan va shundaqla Xitoyninkidan ham yaxshi Xitoyda ishlatgan Xitoyning miridan bahası qimmat olsun, muşundaq nəslinin bolsa bayqut qilish deb muşunu alahid ta'kidlab islom dunyosida gaplar bo'ldi. Nurg'un ahlim bilan bu vaqtda gap qildim. Muşundaq bir sharoit ostida bizning odamlarimizning o'zi hamda Xitoyning telefonini mayli bahası azon degan bana bilan bo'lsin, masalan. Mayli buning nayt yaxshi surat kitap. Ay nurg'un yosh bolalar shuna qildi ekan. O Xitoyning telefonlarining kameralari bak nochiymiş hamda. Suratga bak yaxshi ta'tir bu. Nayt. Kız chiroysal satrak odamnimi unda chiroylik qildi ekan, ular yolg'onchilik qilqa nima emasmi? Xitoy o'zi satgan ekan, soxtalikqa ustiga. Chiroyi sal mandaroq odamnimi Xitoyning telefonida suratga tassa, chiroylik chiqirdi ekan bu telefon, masalan. Yani o'zini ayda kamerasi chiroylik, nochi buningki yoki sig'imchanligi manda, tukumanda o'zi yetidi masalan. Her xil ma'nolar bilan bir yani Uyg'ur musulmonlarininki buni elishi faqat loyiq emas bu xalqqa. Mushummi bizning xalqqa elishi ham setishi. Elishi ham setishi. Tabiiy holda ammasa satmaydi unaqa. Ali roziyallohu anhuning gapi bor. Go'sht qimmatashib ketdi desa, go'shtni bayqut qilinglar, bahasi tushdi deb. Dunyoda insonlar har qanday bir narsani ammuson, shuqum uning bahasi tushdi. Uyg'urlar setayotgan telefonning asosli Uyg'urlar aladi 80%, 90%'ni. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin, ash Uyg'urlar ammasa, o telefonni o satırganlar uni satmaydi. Shuniki qilib qaradi u. Oldigan odam bo'lgandan keyin satırgan odam chiqyapti bu yerda. Shuning uchun biz hamda umumiy xalqimizdan men hatta Qirg'izistondagi benim qilib baqay deb u yerda shu sil degandek nurg'un odamning norozi bo'libdi. Hatto shu Madina masjidining to'riki imomi qattiq aşağıya chiqib shu faoliyat qatnashganligiga beddua qilibdimish. Xo'sh, xo'sh. Bu gapni aldim. Yana birga bir o'zbek odammi nayt qaynab bir narsa yozgan bir yozuvchi. Uyg'urlar bu tongiz sutini emgan Uyg'urlar bunda qilsan qanday bo'ldi degandek nayt ayblab bir narsa yozibdi. O gapni aldim endi. Buningdan biz Qirg'izistondagi Uyg'urlarning hammasi o ishni qildi eski deb ayblashga bo'lmaydi. Xo'sh. Tabiiy holda u yerdimi chuqum mayli konu Uyg'urlardan bo'lsin, mayli yangilardan bo'lsin, vatan suyar, xalq suyar, din suyar nurg'un Uyg'urlar chuqum bor. Lekin cho desa, avval bo'lgan ish endi bu nayt echinishlik bir ish bo'ldi. Boshqa yerdagi bizdan 2dan yo 3-4 dan odam ancha-muncha so'zlab, uni buni qilgan bo'lsa-mu boshqa davlatlarda, lekin Qirg'izistondagi ish cho desa, bir 50-60 odamninki u yerga chiqib, u bayroqni tutib, anda qilishi bu nayt har qanday bir Uyg'ur yurgi etishadigan, har qanday bir odamninki nimishmavo deb ochiq keldigan bir ish ulardan sodir bo'ldi. Bu sababi nima desa, sababi aşağıda ticaret qilma, bu ticaretni Xitoy konsuli chaqan tabriklak biznasiga chaqiribdimish. Chaqirib, uningdan keyin ondan biz avtobuzni biz ko'tarmaymiz o'chi bo'cha. Emisa aşağıya berib manda qilmaymiz degandan keyin shu yerda yana beribdim bu odamlar. Shu tijoratni chuqum boshqa yer kasb qila oladi. Turkiyada qila oladi, avada ansirgan bo'lsa-chu. Xo'sh. Masalan. Hem onun gibi hem adamni mecbur zade chiqsan debapti, konsulda mecburlayanmaydi. Bu Brahmandek adam bor ya Uyg'ur tijoratchining shu bazada. Yani chiqqan adam bu yerda 30-40 hamda. 30-40 adam chiqibdi. Lekin bu shu yerdagi Uyg'urlarning hammasining shu yuzini qor qildimdi bu ahvol. Chuqum ularga salbiy ta'sir ko'rsatdi, obro'yini to'kdi. Vijdoniy tarafdan qattiq bir azobga vatanparvar kishilar qoldim deyadi. Shuning uchun şu ensirgen ticaretin dünyanın nirigvası kılalaydı. Mümkün avada $1000 tapsa, başka yerde 500'ünü tepiş mümkün. Yani biz bu hayatta aşında şu 1000 olması olmaydı deyip şu $1000'ın deyip 500 razı olmayı. Yüzümüzden dinini,
insonligimizni, vijdonimizni hamma narsani setishga yaramdi shu. Yani hayotda inson faqat ay pul tepib, pul bilan yashaydim deyishning o'zi, mayli qaysi yo'l bilan, qanday sharoit ostida, bu bir insonlikmi shu? Albatta bu insonlik emas. Yani inson degan shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam laysal g'aniyyu bi kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Haqiqiy boylik mal dunyoning ko'pligi bilan emas. Mal dunyoning ko'pligi bilan inson boy bo'lmaydi. Haqiqiy boy emas u odam. Haqiqiy boylik nima desa, insonning qalbining boy bo'lishi, ko'nglining boy bo'lishi, qanoatning bo'lishi degan. Shu yana bir hadisda, agar sizninki Uhuddagidek oltining bo'lsa, bir o'nglinki, insonning nafsi shu desa, yana bir tog' oltin bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa deb mushundaq shuni orzu qiladi degan. Yana bir hadisda insonning mal dunyoga bo'lgan muhabbatini to'p-toshqizadi degan. Ya'ni o'lgan vaqtda, ko'mganda andin to'xtaydi degan. Bu mal dunyoga bo'lgan muhabbat mushunda. Shu muhabbatni deb hamda ashning kayniga kirib, o'zining iymon, vijdon hamma narsani setib, qilganning o'rniga boshqa bir joyga kelib, ya shu yerda yenib chiqib, shu davlatdan. Shu qum boshqa bir joydami? İnsan rizqi bilan to'g'ri. Sharaf bilan yashab, 1000 topamasa 500'ni tepib yashash bu insonlik, bir musulmonlikninki, bir Uyg'urga yarashilgan ish mushu. Shuning uchun biz mayli tijoratchilarimiz, mayli xalqimiz bo'lsin, bir o'zininki vijdonini izlab beqishqa. Men maishni qilmasam, uni o'rniga ma'ni qilsam, jinimni baqalamdim yo'qmi? deb bunun bir o'ylab beqishqa da'vat qilamiz. Hammadan. Cho'qim insonning hayoti ketadi. Xususan mushundaq shu tijoratimni deb, masalan, ma'lum manfaatni deb, ashunda ya namoyishga chiqib Xitoy bayrog'ini ko'tarib yuradigan chet elda turibchi. Yoki yig'in uyan bir yolda ashunda qalayimqan so'zlaydigan, Xitoyni aqlaydigan ishlardan har qanday bir Uyg'urcha cho'qim hazar aylish lozim. O tarix bulab pişaynısını yazıldı. Tarix bulab yazıldı çokum bu. Hatta evlatları dadam mezhep muşuna qıp-qaptıken deb kelgüsüne evlatlarımı aş darısının qıygan işinin puşman qılıdığan, nimiş qıygan boğiti deb bir aram bulduğan, narazı bulduğan iş mi? Hoş. Şunun için her kandak bir Müslüman, her kandak bir Uygur çokum özünün dostunu, düşmanını bürüp yaşaş lazım. Etinişlik ahval nima dese, bu dünyanın her qaysi yerlerinde, Avrupa'da olsun, Yaponiya, nurgun doktorluk ağan, nurgun alahidi çoğun yerde işleydiğen nurgun insanlar bakın, nurgun Uygurlar bakın. Lekin Uygur hakkında hiç qanda iş qılmaydigan. Hiç nima qılmaydigan. Bazıda Xitoyga işleydigan, unvan turup. Bazı adamlarga unvandan faxrlanadigan adamlar var, masalan. Bu insonlik unvan bilan emas shu. Ma'ni bilish lozim har qanday inson. Yani bir adamning unvoni bo'lganligi, uning sharaflik, yaramlik, ulug' katta odam bo'lganligining dalili emas. Aş doktorluk olgan shunda mushu gid tadqiqotida alohida yetishgandim Xitoy bilan hamkorlashganlar ya. Uyg'urning ginini tadqiq qilib. Nima deymiz hamda xalqaroliq olimlardan shu. Shuning uchun biz xalqimizdan mayli odatdagi inson bo'lsin, ilm egalari bo'lsin, doktor bo'lsin, nima bo'lsin, avval bir insonlikni. İnsan degan zulm qarshi turdi. Har qanday inson. Musulmoni, kafiri. İnsan degan adolatni yaxshi ko'rdi. İnsan degan o'zining dushmanini düşman deb biladi, uning bilan hamkorlashmaydi, u dushman uchun xizmat qilmaydi. Har qanday bir inson. Lekin mush ishning aksini qilganlik cho'qim insonlikdan nisiyoning yo'qligi, nurg'un tarafdan ashkalli ideya, e'tiqod damining buzuqligining dalili.